تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Qurban g'ayiti kunni Zeynning Yo'lshig'il masjidine ertadan xoli qog'ildi. Bayram Qur'on oyatlari o'qu bilan boshlandi. Keluvchilar bayram va'zini tinglaylar, izgi shoraga kelgan rayon boshlig'ida musulmonlarni tabrikladi. Maxsus harbiy operatsiyadagi yigitlarimiz ularga jiberiluvchi yordam choralari turida silab so'zini davom etdi. Birga motor etib ishlab, biz o'zimizning ulushimizni shunda motor etib ishlab, motor etib yashowdan shu ulushimiz bo'ladi. Barchasida bugungi Qurban g'ayiti bilan qutlayman. Çalan kurbanlarımız kabul olsun. Avgust ayında Tojitin Yo'lshig'il ismidagi masjidga 30 yil to'la. Shu aydan o'zdiriluvchi choralar haqida Fatih Hazrat silab o'tdi. 1994 yılda 26 avgustda şu masjidning rasmiy ravishda ochiluv tantanasi bo'ladi. Alloh tilasa 30 yil o'tib ketgan ko'pmi imomlar ishadi, ko'pmi hazratlar ishadi. Inshaalloh sizni baringizni kutib qolamiz. Shu konferensiya bilan birlikda masjidning yubileyini o'tkazib belgilab o'tuv chorasida. Ondan musulmonlar birden bulup g'ayit namazına bastılar. Namazdan so'ng ilk kunlari biz iminligine dualar qilindi. Allohni zo'rlab takbir ettiler. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bu günni masjid eshik oldida üsteller kilendi. Musulmonlarni tamli pulov, qaynar shay bilan siyladılar. Bunday ezgi amal har g'ayit bayrami sayin uzdirilar. Niyat qiluvchilar bayramdan so'ng Alloh rizoligi uchun qurbon sholdirarga deb ilarini taraldi. Qurbon g'ayiti 3 kun davom etdi. Ezgi bayram rayonimiz ovullarındagi masjidlarda da motor etib belgilab o'tildi. Odila Birxonova, Maksim Mayorov, Aleksandr Timofeyev, Zey xabarlari.